Uy sharoitida atir yoki o'zbekcha qiladigan duxi ishlab chiqarish qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti do'stlar? Hozir mana Umra ziyoratchilar bilan do'stlar uy sharoitida endi atir zavod deyshayapti. Bu mini zavodcha ekan. Hozir kirib, xudo xohlasa sizlar bilan ko'rsatib, endi bunaqa ziyoratga kelgan paytda atir zavod ko'rsatishadiki, mana xudo xohlasa miqotga kirib ikkinchi marta umra qilib, yana sochimizni do'stlar kal bo'lish menga yarashdimi yo'qmi do'stlar? Like qo'yib, to'g'risini aytinglar. Kimga o'xshab qoldim? Kommentariy yozinglar, bo'lmasam ketdi bo'lmasam atir zavodga. Azizlar, mana bitta mahallachi ekan. Shu mahallada mana o'zlari sekin işte burchakda qilishibdi. O'z yo'lni ko'rgani bir ataqa bo'lyapti-ku deb o'ylaysiz yo'q, bu mehmonlar kutib turganda ichkarida yana boshqa mehmonlar bor ekan. O'mashada qaranglar. Katta xolasini uyda yotgan deyotibdi o'zi ham. Bizga e'tibor ham yo'q, hech qizig'i yo'q. O hit, qaranglar hit. Endi hitni do'stlar men YouTube'da videoda tashlab beraman do'stlar. Mana do'stlar, o'sha nomlari mana birinchi marta kiryapman. Men bitta o'sha nimalarda essensiyani deydi, qaynatadi. Do'stlar, men ham ichimdan o'ylab topyapman, nimadir noto'g'ri gapirgan bo'lsam, Oybek eshik bor deb aytib qo'yinglar, chunki men ham birinchi marta ko'ryapman, to'g'risi. Atir zavodga birinchi marta kiryapman. Mana Instagramlar ham bor ekan. Endi mehmonlar keladigan qilib reklamani yorib berish, Snapchat, Instagram. O'sha nimadirlarda mis qozonlarda qaynatishar ekan. Ha. Endi mana saptarlari, gullari. O'zbekcha aytish. Gullari shu bir ilga bir qala keladi. Bir ilga bir qala keladi. Mana bu gullarning mavsumi. Mikrofon. Haji, mana shu Toifda shu gul saptarlari, gullari shu bir ilga bir qala keladi. Bir ilga bir qala keladi. Mana bu gullarning mavsumi mart oyga. Nima uchun? Mart oy bu mintaqalar amma salqin bo'ladi. Issiq ham chiqmar ekan, sovuq ham chiqmar ekan. Shu mart oyga bir kuniga mana shu bir oyatdan 50,000 tona gul teramiz. Bu gullarni qachon teramiz? Ertamdan mulla azondan nari attov chiqmay turib. Nima uchun? Mana bu gullar bir xosiyati bor. Attov tegizdir ochilib qoladi. Ochilsa buni atramma chiqib ketadi. Tez qotadi, tez quriydi. Buni shu 5,5-6 bajalarga terib olib kelamiz. Mana bunda ichkariga nimcha qozonlar katta-kattasi ichkariga. Shu bir qozonga mana shuni o'zi, shu bir qozonga 10,000 tona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'yamiz. 10,000 tona gul 8-9 kilo bo'ladi. 10,000 tona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'ydik, uning ustidan 25 litr suv ham qo'yamiz. Mana bu suv shu gullarning o'zini suvi. 25 litr suv qo'ygandan nari mana buni og'zini bunday qilib qomab ikki yaxni xubsay plastar qilamiz. Buni havosi chiqmayma, buxori chiqmasin, havo olmasin. 8 soat qaynatamiz. Bu qaynab mana shunda buxori jam bo'ladi. Kelib mana bu shishani ichiga tomib turadi. Mana bunda yog' suv qo'yamiz. Nima uchun? Mana bular issiq bo'lmasin. Bular issiq bo'lding. Undan bu yoqqa atir qo'ygan keladi. Ko'ringiz, 10,000 tona guldan 25 litr suvdan 8 soatning ichiga mana shuncha atir chiqadi. 3,5 milli mana bu tebasiniki atiri toza yog'i bo'ladi, tayniki amma tag'a suv bo'lib qoladi. Biz ana shu atirni tebanan shpritsman tortib olamiz. Ko'ringiz, biz mana shundan shu bir guldan 7 narsa jo'llab mana shunday komplet qilib sotamiz. Buni ichiga 2 tane shu mayda toza yog'dan boring, toza atirdan 2 dona. Bir dona mana bu suvdan boring. Mana bu gul saptar suv shu betga foydasi bor ekan, dog' donalarga yaxshi ekan. Mana bunisi atiri. Ko'ylaklarda atiring. Mana bu oxirog'i krem. Qo'llari yog'lab qo'ysangiz muloyim bo'lib turib atirni sizib beradi. Mana bu qizili balzam. Zukom, tomoq og'riq, bosh og'riqqa ko'p foydasi bor ekan. Mana bu qarasi arablar buxur aytadi, biz siriq aytamiz, siriq. Eli shu masjidlar ko'rmaysizmi, dutlatib qo'yganing. Biroq uyga mehmona kelsa dutlatib qo'ysangiz girchiginasi ko'zga ham yaxshi ekan. Biz mana shundan
shu 7 tani bir guldan shu 7 narsa jo'llab, mana shunday qilib komplet qilib 50 riyoldan sotamiz. Ham ojilarga, ham do'kondorlarga. Agar do'konlardan olsangiz, etakka do'kon boring, do'konga mana shuni bir donasini 40, 35, 30 riyol ham berading. Nima uchun atirga farqi boring. Ular bu yoqdan olib, buni xoltasidan ochib dona-dona qilib sotading. Dona-dona qilsa anizam qo'shar aka. Qo'shib shu bir atirni 3-4 atir qilading. Bo'ldimi? Olganlarimdan olamiz. Olmaganlar mana bunday chiqib, joylar ko'rib, tomosha qilib, damlaringizni olib, peshinda o'qib, inshaalloh baxayr xush salomat ketasizlaringiz. Mana do'stlar, o'sha akamiz aytgan, o'sha jich ulgimay qolibmiz. Mana gullarda, mana misli tovoqda, mana ko'ryapsizlar, qaynatib, qaynagandan keyin qaynab, parlanib, bug'lanib, shu bug'langandan keyin shu mana buning ichiga tushirgan. Buning ichida endi ko'ryapsizlar, ana o'sha turbani sovutish maqsadida, chiqayotgan parni, suvni sovutish maqsadida suv to'ldirib berishar ekan. Bo'ldi. Shu bilan keyin mana shunga shu tom mo'mala idishlarga tomirar ekan. Keyin uni tepasida yog'i chiqar, yog'i bo'lib qolar ekan. Qolgani tagidagi o'sha atirda suvlari bo'lar ekan. To'g'risi, buni do'stlar, ya unchalik qiyin emas ekan. O'zimizda ham bitta qo'yib olsa bo'laver ekan. Faqat shunaqa 10 ming dona gul topishni problemasini hal qilsa bo'ldi do'stlar. Omonlar xur O'zbekistonda menimcha hamma narsani qilsa bo'ladi. Yeyman qo'ylar mana. Faqat bitta muammoni hal qilish kerak narsa bizda gazni muammosini hal qilish kerak bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Puliga arziydimi yo'qmi? 50 riyol taxminan hozirgi paytda 12-13 dollar. Bir 150 ming so'mga sotyapti hisobda. 150 ming so'm. Eshikda omada yoshning eshitib yoshi kattaymi? Aynen. Endi bu marketing deyiladi. Marketing tilida buni biznes deyiladi. Biznes tilida buni soqqa qilish deyiladi. O soqqa qilish degani o'z bedasida soqqani bos degani. To'g'risi. Endi mana narx tomonida shuni aralashmalari bor ekan. Hozir tomonga bitta kirib ko'ramiz. Bitta yo'llarni ko'raylik. Ketdik. Bu yoq do'stlar, mana supermarket, bozor market. Mana o'sha gullarda maketika. Endi o'zimiz atir gul, o'zimiz dehqoncha qilayotgan do'stlar. Chiroyli mana rasmga tushadigan joylar ham bor ekan. Shunday qilib. Do'stlar. Ama chiroyli nima qilib qo'yishibdi? Zo'r nima qilish do'stlar. Endi bu ham bir yaxshi nimalardan, sayohatlardan tepaga chiqish bor ekan. Mana bozor market, hamma yo'l gul market. Hidlari mana hidlardan endi farqi boradigan odam buni zo'r biladi. Farqi bormaydigan odam bir tiyinli farqi bormaydi. Yo'q, menga qiziq emas. Men o'zimning hidlarim bor. Mana do'stlar, bu haligi krem. So'v mashi bo'lsa kerak edi. Mana sovun haligi. Qoraga aytdi-yu, zo'r sovundu. Mashi bo'lsa kerak. How much? 15. It's sovun? صابون كورلين صابون بالتالي 15 وحجر اسود ربط مدينه بالتالي ماشي كيف تجي مريم بالتالي حجر اسود ربط مدينه بالتالي dostlar. Kadar içtiğimler. Ben turga olib turga qilishibdi. Bu hali bu nima ekan endi? Bu hali tutatadigan ekan do'stlar. Bu yoqib qo'ysa tutab turadi. حجر اسود Hajar asad. Mo sovunda aytayotdingizmi? Qora aka? Mulla aka? حجر اسود Ana sovunda aytayotdingizmi? So'm olmaydi, riyal dollar berasiz, riyal qaytadi. حجر اسود ربط مدينه Qora aka? بالتالي تجي مريم Sovunni mana unisini aytayotdingiz. Aha. O'ta arzon emas. Dollar oldi. So'm o'ta arzon. Nima deysiz? Dollar. Dollar 370 dollar.
Evet. Endi yana hozir do'stlar ikkitadan sovuni olsak, keyin u yog'ini gaplashamiz. Mana do'stlar, ikkita oldim. Endi kimga olganim o'zim tushunib bo'ldi, xotinimga oldim. Mana bunday bosamiz. Lift bor ekan, lip qayta olib chiqar ekan do'stlar. Mabodo kim bilmasa lift. Mana hid ham kelib turar ekan. Hiddan hid lorda to'g'risi. Qora aka, men tepaga chiqib ketaverdim. Lip bor ekan, zamonaviy. Do'stlar, o lipdan tilla odam qiyin do'stlar. Hamma yo'q aynan. Tak. Birda bossaga, o'zi 0 da bo'lsa kerak biz. Qarang. Qo'y. Mana do'stlar, cho'g'ay bo'lgan ba'da. Bu marketing deyiladi. Savdo sotiq. Qaysidir ma'noda bular shu atir zavod pul to'laydi, shu sayohatchilarga olib kelish uchun. Shu ma'noda bir ikki savdoni ham qilishadi. Nima? Ama chiroyli joy qilib qo'yibdi. Shu masjidga ikkita marojna qo'yib qo'ygani, marojnani yeb o'tiradigan joyga gul-pul qo'shib turib, do'stlar. Lekin o'ldim, kuydim, sevdim anaqa nimalar, yurakchalar, bolalarda o'ynaydigan joy, nabodi kimdir ko'p kelsa. Mana mehmonlar bor har xil davlatlardan. Lekin mana narxlarni ham qo'yib qo'yibdi. Bu anaqa ekan do'stlar, mana ko'pe degan joy bor. Mana kafe. Rasmga tushgan joy. Har doim o'zlari. Tipanaqa chiroyli qilib. Endi bu nima atirgullik kofe bo'lsa kerak. Qilib hali ichadi-yu. Kofe qilib bering, Trivadnonsi bitta Mojito, Americano, Icecano qilib 50 xil nima bor ekan. Kofe bor ekan. Hop, kofe ichmaymiz. Biz hozir boshqa joyga yo'lda Alibaqqa kepsi zakaz qilganmiz. Keyin Meqotga qarab yuramiz. Xudo xolasa. Fotozonani zo'r ekan. Bizi jigarlar qatda ekan endi buni fotozona. Mana bizi jigarlar ham kelishyapti, ikkita kal. Bittasi do'ppili. Rasm pasimga tushamizmi? Fotozona zo'r ekan. Ha? Eshitmadim. Mana do'stlar, masjidda shunday chiqib ketiladi do'stlar. Bo'ldi, shu bilan bozor-mazar tugadi. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, ushlab turmang operator. Do'stlar, videomiz bu tomonga o'tasan. Videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, malades Oybek deb yozinglar. Xudo xolasa sizlar ham umra safari kelib, mana shunaqa joylarga kelib, kerak bo'lsa 1 marta emas 2 marta umra qilmoqchi bo'lsalaring, atir zavodga kelib aylanmoqchi bo'lsalaring, Umra safari Centro Holidays kompaniyasi 0014 litsenziyaga ega. Pastda nomerlarni qoldiryapman. Abduvohid degan ukamiz, shuni telefon qilsalaring, xudo xolasa biletlar necha pul bo'layotganini aytib beradi. Oybek Qosimov degan bo'lsalaring, endi o'tib beradimi yo'qmi bilmayman, lekin gruppa bo'ladigan bo'lsa, jicha-picha bo'lsa, ichimiz arama-saramaga nima deydi, 4 ta 5 ta so'm pul bo'lsa ham o'tib beradi do'stlar. Like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz. Umraga keling, ota-onangizni olib keling. O'xshadi.